Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Amarkets Forex brokerida savdo bonuslarini ko'rib chiqamiz. Yangi boshlayotganlar uchun ham, Amarketsda savdo davom ettirayotganlar uchun ham 100% savdo usloviyalarini bajargandan keyin olish mumkin bo'lgan bonuslarni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, qaysi tizim orqali pul yig'ish qulayroq va amalda pul yig'ishni ham ko'rib chiqamiz. Boshladik. Eslatib o'taman, barcha ma'lumotlar Amarkets brokerining ofitsial saytida olingan. Video opsiyaniyasi, kommentariyasida ссылка qoldiraman. O'tib, o'zlaring qiziqtirgan savollarga javob topishlaring mumkin. Texnik yordam uchun, savol-javoblar uchun ro'yxatdan o'tish talab qilinmaydi. Ro'yxatdan o'tmasdan o'zlaring savollaringga javob topsalaring bo'ladi. Amarkets brokeri ofitsial saytida turibmiz. 2007-yildan beri ishlaydi. Qulay, har xil reklamalar, hisob turlari. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, qaysi hisob turida qancha komissiya to'laysiz, qaysida ishlagan ma'qulroq, keyingi videoda shuni ham aytib o'tishim mumkin. Bizga kerakligi bonuslar va aksiyalar. Xohlasalar tilini o'zbek tiliga tarjima qilib olsalar ham bo'ladi, lekin ko'p so'zlar to'liq tarjima qilinmagan. Shunga menga rus tilida qolgani qulayroq. Bonuslar va aksiyalar. Har bir Amarkets broker foydalanuvchisi bulardan foydalanishi mumkin. Lekin har birini ishlatish uchun aktivatsiya talab qilinadi. Xizmatdan foydalanish bepul, lekin savdo shartlarini bajarganingizdan keyin sizga shu bonus yoki promo aksiyadan beriladigan qo'shimcha mukofot puli keyin sizga beriladi. Endi alohidadan ko'rib chiqamiz. Cashback xizmati to'g'risida o'tgan videoda batafsil aytib o'tganman. Hozir ko'proq so'ralayotgani do'stingiz taklif qilganingiz uchun $50 hamda demo hisobdagi real pullar. Shular to'g'risida ma'lumot beraman. Undan tashqari, video oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, qo'shimcha promo kod va ulardan qanday foydalanish, sizlarga qanday afzalliklari bor, shular to'g'risida ham ma'lumot beraman. Birinchisi, do'stingiz taklif qilganingiz uchun Amarketsdan sovg'a. Har bir taklif qilgan do'stingiz uchun Amarketsdan $50 sovg'a. Savol berishadi, men 2-3 ta odam chaqirdim, registratsiya bo'lishdi, referral bonusni olmadim deb. Albatta, savdo usloviyalari bor, shartlari bor. Hamma usloviyalar bajarilgandan keyingina sizga $50 bonus beriladi. Bular qanday? Birinchisi, Amarketsdan olingan ссылкani do'stingizga jo'natasiz, yoki QR kodni shu orqali ro'yxatdan o'tish kerak. Bu ссылка Amarkets foydalanuvchilariga beriladi. Amarketsda hamkor shoti borlar, ya'ni partnyor bo'lib ishlaydiganlarga bunday ссылка berilmaydi. Bu bonusdan foydalanish mumkin emas. Menda misol uchun hamkor shoti borligi uchun bunaqa ссылка berilmagan va foydalana olmayman bu aksiyadan. Ссылка bo'yicha yo bo'lmasa shu aksiya bo'yicha savollaring bo'lsa, Ustrading sayti orqali o'tibmi yo lichkaga yozinglar, kommentariyada qoldiraman, yordam beraman qanday qilib savdolaringni foydaliroq qilishga. Ikkinchisi bo'lsa, minimum $100 va undan ko'proqqa hisob to'ldirgan bo'lish kerak va bir lot savdo qilgan bo'lish kerak. Umumiy savdo oboroti bir lot yig'ilsa, keyin sizga $50 savdo hisobingizga o'tkazib beriladi. Undan tashqari, siz taklif qilgan do'stingiz hisobini to'ldirgani uchun qo'shimcha 20% savdo bonusiga ega bo'ladi. Keyingi eng ko'p so'ralgan aksiya demo hisobdagi realniy pullar, haqiqiy pullar. Eng ko'p shu promo aksiya bo'yicha savol berishadi. Demoda ishladim, foyda qildim, realga o'tkazib bermadi yoki bo'lmasa qilingan foydani qanday qilib yechib olsa bo'ladi? Realniy pul deb yozgan edi. Lekin albatta savdo shartlari bor. Endi promo aksiya shartlariga kelsak, yangi demo hisob ochasiz. 5 kun davomida savdo qilib foydaga kirsiz, $500 mi, $1000 mi, real hisob ochasiz. 5 kun maksimum. Real hisob fixed yo bo'lmasa standartda MetaTrader 4 da ochiladi hisob. Bu yerda yozilmayapti mana, pastda yozilgan. MetaTrader 4 da hisob ochasiz. Keyin real ochgan hisobingizni shu $500 foyda qildingizmi? Minimum $500 ga yoki bo'lmasa undan ko'proqqa to'ldirishingiz kerak. Ya'ni demo hisobda qancha foyda qilingan bo'lsa, o'shancha yoki bo'lmasa undan ko'proqqa hisobingizni to'ldirishingiz kerak. Va texpodдержкаga yozasiz, demoda qilingan foydani real hisobga o'tkazish bo'yicha.
aytishingiz mumkin, bu aksiyadan ko'ra birdaniga 100% bonus topib qo'yganim yaxshi emasmi deyishingiz mumkin. Lekin uni farqi bor. Siz demo hisobda qilgan foydangizni realniy yechib olsangiz bo'ladi. 100% birinchi depozitga bonus va qo'shimcha bonuslar atdi. Bonus kuyib ketadi, depozitingiz nolga tushgandan keyin, yo bo'lmasa stop out olganingizdan keyin. Albattagi bonusni yechib olish imkoniyatingiz bor, lekin unga yechib olish uchun qo'shimcha savdo loyihalari bor. Ularga keladigan bo'lsak, uni shartlarga keladigan bo'lsak, hisob turi, fixed, standart, MetaTrader 4 hamda ma'lum bir miqdorda savdo oborotiga ega bo'lgan bo'lishingiz kerak. Endi asosiy bonusga keladigan bo'lsak, asosiy bonus shekilcha ko'rganlar uchun yangi ro'yxatdan o'tganmisiz yo bo'lmasa marketda ishlayapsizmi? Hamkor promokodlarini beraman. Bemalol Primoy kontaktlarimni qoldiraman. Ustrading saytida ham bor, kommentariyada ham bor, kirib yozishlaring mumkin. Birinchisi, yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun. Уже yangi ro'yxatdan o'tdingiz, endi savdoingizni boshlayapsiz. Promokod qanday bo'ladi? Xohlasangiz telefondan, xohlasangiz mana veb sahifadan ikonkaga bosasiz, telefonda eshitib bo'limida. Moy partnyor hamkor bo'limida promokod kiritasiz. Bu yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun. Hamda zaявка jo'natasiz shu hamkor guruhiga o'tishga. Sizga qanday bonus bo'ladi? Har bitta klientga общий qilmaylik, har bitta klientga alohida. Siz nimada savdo qilishingiz, qancha depozit bilan ish boshlashingizga qarab, biz sizga qo'shimcha realniy hisob beramiz. Yo Markets brokerida yoki boshqa brokerda xohlasangiz u pulni sразу yechib olishingiz mumkin, xohlasangiz u brokerda savdo qiling. O'zingizni xohishingiz. Promokodni video описаниеsi kommentariyasida ham qoldiraman. Bu faqat yangi ro'yxatdan o'tgan yoki bo'lmasa Marketsda endi savdosini boshlayotganlar uchun. Endi ikkinchi promokod Marketda doimiy ishlayotganlar uchun. Siz Marketda ishlayapsizmi? Savdo oborotingiz nimada savdo qilishingizga qarab biz sizga yangi hisob bermaymiz, boshqa qilmaymiz, lekin Primoy naqd pulda, xohlasangiz kriptovalyutada, xohlasangiz dollarda, so'mda biz sizga har bir lot oborotingizga qo'shimcha вознаграждение, mukofot puli taqdim qilinadi. Xohlasangiz Primoy to'g'ridan-to'g'ri Marketsda hisobingizga rebate qilib tashlab beramiz. Xohlasangiz Uzcard, Humo, Visa yo'nalsa kripto kashloyingizga o'tkazib berishimiz mumkin. Promokodni umumiy hammaga bir xil qilib aytmay, har bitta klientga alohida savdo loyihasi bo'ladi. Biz sizga bir oy davomida qancha savdo qildingiz, siz orqangizdan Markets brokeri bizga qancha mukofot pul to'ladi va biz sizga qanchasini qaytarib beryapmiz, hammasini PDF faylda yoki doc qilib o'zingizga tashlab beramiz. Promokod video описаниеsi kommentariyada bo'ladi. Aktivatsiya qilganingizdan keyin kirib, bog'lanish esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savdolaringizga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.